Tarix sahnasida o'zidan o'chmas iz qoldirgan ulug' faylasuf, buyuk mutafakkir, matematik, astronom, fizik, tabib va shoir Umar Xayyom shaxsi haqida zamonlar osha davom etayotgan munozaralardan biri uni mayparast bo'lganlikda ayblashlaridir. Biroq bu iddao qanchalik haqiqatga yaqin? Keling, tarixiy manbalar va tahliliy qarashlar orqali bunga aniqlik kiritamiz. Umar Xayyom 1048-yil 18-mayda tavallud topgan. U Balx, Buxoro va Samarqandda tahsil oladi. 1074-yilda Isfahonda rasadxona qurdirgan va unga rahbarlik qilgan. Saljuqiylar davrining eng yuksak ilm egalaridan biri sifatida tan olingan. Uning ilmiy merosi bir nechta sohalarda yuksak baholangan. U yulduzlar jadvalini va 1079-yilda yangi isloh qilingan Jaloliy taqvimini tuzgan. Bu taqvim Yevropada undan 500 yil keyin joriy qilingan Gregorian taqvimidan ham aniqroq bo'lgan. Yozuvchi Nabi Jaloliddin o'zining Umar Xayyom asarida bunga to'liq izoh bergan. Ya'ni Gregorian taqvimiga ko'ra har 3333 yilda bir ortiqcha kun yuzaga keladi. Umar Xayyom taqvimida esa bir kunlik farq har 5000 yilda sodir bo'ladi. Umar Xayyom ilmda ham ijodda ham o'zini Shayx ur-Rais Abu Ali bin Sinoning hassos va sadoqatli shogirdi hisoblagan. Abu Ali bin Sino asarlarini tushunmagan kishilar ularni izohlash va sharhlashni undan so'raganlar. U ustozining bir qator asarlarini sharhlab bergan, uning g'oya va qarashlarini davom ettirgan hamda targ'ib qilgan. Koinot va uning vazifalari haqida risola, borliq haqida risola, borliqning umumiyligi haqida risola kabi falsafiy asarlarida Ibn Sinoning vorisi va izdoshi sifatida namoyon bo'lgan. 1077-yilda Yunon olimi Yevklid kitobidagi bir necha geometrik shakllarni sharhlab yozgan. Yevklid kitobi muqaddimalaridagi mushkulotlar sharhi haqida risola asarida butun sonlarning ildizini topish yo'llarini ko'rsatib bergan. Algebra va muqobala, qarshilik nazariyasi isbotlari haqida risola, arifmetika mushkulotlari asarlarida Yunon olimlarining aniq fanlarga oid fikrlarini arab tiliga keng sharhlagan va matematik, fizik tenglamalarning modellarini topgan. Shu bilan birga 3-darajali tenglamalarning geometrik yechimlarini ilgari surgan. Bu geometrik yechimlardan keyinchalik Yevropadagi matematika sohasi mutaxassis olimlari ham keng foydalanganlar. Umar Xayyom ijodida falsafa va she'riyatga yuzlansak, Umar Xayyomning ruboiylari nafaqat badiiy, balki falsafiy mazmunga ega bo'lib, u vaqt va zamon oralig'ida inson hayoti, taqdiri, insonning ruhiy kechinmalarini anglagan holda ularga ruhiy sokinlikni baxsh etguvchi, bu dunyoning past va balandini ifoda etib, to'g'ri yo'lga chorlovchi fikrlarni she'riy tarzda ifoda etgan. Bu dalillar shuni ko'rsatadiki, Umar Xayyom avvalo qomusiy olim, so'ngra hayot falsafasini ifoda etguvchi takrorlanmas qobiliyatga ega shoir ham edi. Endi biz uning she'riyatida ko'p ishlatilgan may so'ziga diqqatimizni qaratsak, tabiiyki may so'zini har kim har xil, ya'ni fikrlash doirasining kengligiga qarab qabul qiladi. Bu o'rinda biz Umar Xayyomning yuksak qobiliyat sohibi ekanligini hisobga olgan holda mulohaza yuritamiz. O'z-o'zidan ma'lumki, bunday qobiliyat egalari hech qachon insonlarni hamma ishni bir chetga surib mayxonalarda mayla bo'l deya qorong'u yo'lga chorlamaydi. Uning she'rlaridagi may so'zi aynan ma'no emas, balki ramziy va majoziy ma'no kasb etadi. Masalan, men mayni quvnamoq uchun ichmayman, shodlik deb odob-dindan kechmayman, istagim o'zlikdan kechib bir nafas orom olsa, behush bo'lib jon u tan. Bu ruboiyda Umar Xayyom may degan so'zni ramziy ma'noda ishlatgan. Umar Xayyom bu yerda oddiy sharob emas, balki ilohiy ishq, ma'naviy mastlik, ruhiy ozodlik, ya'ni ruhiy yuksalish holati haqida so'z yuritadi. Agar biz buni satrma-satr izohlasak, men mayni quvnamoq uchun ichmayman. Bu satrda shoir ma'naviy mastlikni, hayotdan zavq olish, o'yin kulgi yoki nafs uchun emas, chuqurroq ichki izlanish, ruhiy yuksalishni nazarda tutyapti. Bu ma'naviy ozuqa, ya'ni dunyo illatlaridan yuz o'girib, ruhiy poklanishga va ruhiy yuksalishga intilishni anglatadi. Shodlik deb odob va dindan kechmayman. U bu satrda insonlarni vaqtinchalik shodlik va o'yin kulgu deb axloq, odob, din kabi asosiy insoniy xususiyatlar
odatlardan voz kechmaslikka, ma'naviy yuksaklikka undaydi. Bu yuksalish esa iroda, poklik, ma'naviy tartib bilan bo'ladi. Bu satr Umar Xayyomni mayparast emas, balki botiniy haqiqat izlovchi ekanini ko'rsatadi. Istagim o'zlikdan kechib bir nafas orom olsa. Bu eng asosiy satr. O'zlikdan kechmoq bu nafsni tark etmoq, o'zidan, shaxsiy istaklari, havoyi xohishlardan voz kechmoq demakdir. Umar Xayyom aytadiki, men faqat bir lahza ilohiy orom, ya'ni ruhan erkinlik, Allohga yaqinlik holatiga erishsam, bu menga kifoya. Behush bo'lib jon o'tdan. Bu yerda behushlik mastlik emas, balki fanolik, ruhiy ozodlik, ya'ni o'zini unutish darajasidagi Allohga yaqinlik va birlashish holati. Bu sufiylikda fano deb ataladi. Umar Xayyom o'zini shaxsiy menidan kechib, koinot, Alloh yoki haqiqat bilan birlashishni istaydi. Umuman olganda, May Umar Xayyom ruboiylarida ramziy ma'noda ishlatilgan bo'lib, u ruhiy ozodlik, fikr erkinligi, ilohiy ilhom, hayot go'zalligini anglash timsolidir. Shu bois Xayyomni mayparast deb emas, hayot mohiyatini ramzlar orqali ifodalagan mutafakkir sifatida talqin qilish o'rinlidir. Rumiy, Hofiz, Attor kabi mutasavviflar ham o'z asarlarida May obrazidan aynan shunday ramziy maqsadlarda foydalanganlar. Mashhur tarixchilarning Umar Xayyom to'g'risidagi fikrlari ham uning mayparast bo'lmaganiga, aksincha yuksak tafakkur egasi, buyuk ilm sohibi ekanligiga yaqqol dalil bo'la oladi. Jorj Sarton Xayyomni o'rta asr ilm fanining yuksak namunasi sifatida ko'rgan, uning ilmiy ishlari va falsafiy qarashlarini chuqur qadrlagan. Edward Granville Brown Xayyomni chuqur tafakkurli faylasuf va olim sifatida e'tirof etgan, uning ilm fan va falsafaga qo'shgan hissasini yuqori baholagan. Xayyomning dunyoqarashi Abu Rayhon Beruniy kabi allomalar bilan hamohang edi. Har ikkisi ham zohiriy diniy shakllardan tashqariga chiqmagan holda fikr erkinligi, ilmiy tahlil va kuzatishga tayanadigan tafakkur maktabini rivojlantirganlar. Beruniy qandayki turli dinlar va falsafiy qarashlarni xolis tahlil qilgan bo'lsa, Xayyom ham din, taqdir va borliq mohiyati haqida shubha orqali haqiqatni anglash yo'lini tanlagan. Demak, Xayyomning islomga munosabati aql va qalb uyg'unligiga asoslangan tafakkurga borib taqaladi. Shuning uchun ham u Beruniy, Ibn Sino, Farobiy kabi mutafakkirlar qatorida ilm fan bilan iymonni uyg'unlashtirgan siymo sifatida tarixda muhrlanib qolgan. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, Umar Xayyom mayparast emas, u haqiqat izlovchi faylasuf edi. Xayyomni mayparast deb atash, uni yuzaki tushunish, uning fikrlarini chuqur anglamaslikdir. Chunki Xayyom ruboiylaridagi may tushunchasi ramziy ma'nodadir. Bu orqali u bizga fikr erkinligi, hayotning o'tkinchiligi, inson umrining bebaho fursat ekanligi, taqdirga qarshi kurashish va eng muhimi aql bilan haqiqatni izlash zarurligini eslatadi. Uning ruboiylari insonlarni ichkilikka emas, hayot, haqiqat va tafakkur sari yetaklaydi. Demak, Umar Xayyom fikrda erkin, ruhda ozod, haqiqatga tashna bir mutafakkir edi. Uning qalamida may idrok chirog'i, ruboiylarda esa vaqt qadri har lahzada bilinadigan ne'mat edi. Xayyomdan o'qigin jahon bahsini, undan topajaksan zamon naqshini. Aql elagidan o'tkazib bir o'zing ajratib ol yomon yaxshini.